Men murojaatim immuniy ekologiya xodimlariga. Xullas, o'tgan safar kelganimda ham kechki payt 7-8 dan kelib to'kchilar urushni boshlashdi. O'tgan safar ham bu safar ham zapret paytda oddiy qalmoqchilarga zapret qo'ygansizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Kelib balon pul shtraf yozib ketyapsizlar, lekin degan joyi bor. Nimaga Brekanellar, alyumin lotka, Yamaha motorlarda kelib spokойно bemalol katta olasini uyda to'kirib yurishibdi. Savolimga javob beringlar. Agar mana daryoga har bitta baliqchiga mayli 5 tadan emas, hatto 2 tadan qalmoqga ruxsat bersanglar, mana shu narsalar bo'lmaydi, ishoninglar. Daryoda bemalol iminni asalchi taraflarda spokойно to'kchilar ko'payib, to'lib, toshib, xohlasa to'r, xohlasa to'k urishibdi. Nima bu ahvol? Baliqlarni nima yo'q qilib, tepi bilan quritib yubormoqchimisizlar? Ertaga bolalarimiz nima qiladi, nima tutadi? Kelib bilaman, tushunaman sizlarga ham, masalan, xodimiylar yetishmasligi mumkin, boshqa. Lekin iminni Sirdaryo xodimlari meni bilishimcha shu Brekanellar bilan совместно ishlashadi. Bu narsani eshitganmiz. O'shanga shu iminni shu ekologiya xodimlariga chora ko'rasizlarmi yoki yaxshilab ishlashsin? Faqat tutib ikkita qalmoq otgan baliqchilarni kelib ushlab, shtraf sovurmasdan shu Brekanellarga ham qaranglar. Bilmayman, nima deyishni ham bilmayman. Bu birinchi yil emas, ikkinchi yil emas, necha yildan beri shu ahvol. Imенно zapret paytda kelib polniy mash asalchi tarafga to'kchilar, to'rchilar toshib ketadi. Nima etsanglar, baliqchilar bo'lmaydi. Agar baliqchi o'tirsa, hatto ikkita qalmoqga ruxsat bersanglar, ikkita baliqchi kelib turib, ikkita qalmoq tashib o'tirsa, o'shalarning oldida to'r urmaydi. Kechki payt kelishdi, men urushib, so'kishib haydab yubordim. Lekin men bo'lmasam, bu yerga bemalol mana shu kerak bo'lsa, mana shu kichkina kanalga ham kelib urushyapti. Kerak bo'lsa, mana shu kirib to'k urushyapti. O'tgan safar ham xuddi shunaqa bo'lgan edi. Iltimos, insofli ekologiya xodimlari chora ko'ringlar bu narsalarga. Bo'lmasam baliq yana 5 yildan keyin umuman baliq qolmaydi bu ketish bo'lsa. Hozir mesniy kelib ketdi ertalab yonimga. O'tgan safar ham kelgan edi. Даже mana shu mesniylar hadberek kichkina to'rini qo'yib, shu vobla tutadi. O'shalar aytayapti, to'kchilardan to'ydi, to'k urgandan beri bu kanalga baliq kirmaydigan bo'lib ketdi deb. 4 yil 5 yil oldin bu kanalda kelganda shunaqa baliqlar tushardi. Hozir mana bu yil 2 marta keldim, 2 marta mana bugun ham o'sha parajnak baliq yo'q. Chunki mana shu mesniylar aytayapti, mesniylarning o'zi gapiryapti to'kchilarni. Mana o'sha bu yildan shunaqa bo'lsa, keyingi yil mana shu kichkina hozir chuvalchang qo'yibman, kichkina karas paras uryapti mayli. Lekin keyingi yil bu karas ham o'sha bo'lmaydi o'sha, bu ketish bo'lsa.